Bizning bu videolarimizni ko'rayotgan kishilar juda ham oddiy narsalar-ku deb yozishganlar ham ko'rdim kommentariyada. Sizlar boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lasizlar-da. Darsimiz ham metodika, matematikani o'rgatish metodikasi. Bilgan narsalarni qanaqadir bir boshqacha bir yangi usullar bilan o'rgatish va o'quvchida shu fanga nisbatan qiziqtirish, oshirish bu sizning san'atingiz. Yaxshi o'qituvchi bilan yomon o'qituvchi nimasi bilan farq qiladi? Ikkolangan bilimi zo'r bo'lishi mumkindir. Qaysining metodikasi zo'r bo'lsa, bolalar uchun u yaxshi o'qituvchi. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, oddiy narsani 3 kara 4 ni bitta o'qituvchi 3 kara 4 12 yodlab ketish mumkin. Bittasi uning qayerdan kelganini tushuntirib berish mumkin-da. Tushuntirib bera olgan o'qituvchi bu metodikasi yaxshi o'qituvchi hisoblanadi. Kalkulyatorni ochib tayyor turing. Hozir men doskaga 2 xonali son yozaman. Shu sonni 5 ga ko'paytiraman. Qani bu kishi kalkulyatordan birinchi hisoblaydimi kalkulyator bilan, men oldin hisoblaymanmi? 2 xonali son yozaman. Kelishdikmi? Tayyormisiz? Bo'lmasam o'quvchilar qarab turingizlar, boshladik. 86 ni ko'paytiramiz 5 ga. 430. Siz ovoz chiqarib ayting. Men sizni mendan oldin bo'lishga harakat qiling. Kelishdikmi? Topganingizdan tez ovoz chiqarib ayting. Qani siz tez hisoblaysizmi, men tez hisoblaymanmi? Boshladik. Demak, 48 ko'paytirilgan 5 240. Kim birinchi aytdi? Qattiqroq. Boshladik demak. Yana boshqa yozaman. Kelishdikmi? Necha yozaman? Mana tavakkal yozaman. E'tibor bering, juft yozayapman. 26 ko'paytirilgan 5 130. 130. Kim birinchi? Ya. Boshqatdan yana bir marta sizga shans beramiz. Tez ayting. E'tibor bering, juft son yozayapman, ha? 1 2 3. Demak 64 ko'paytirilgan 5 320. 320. Ya. Ulgurmayapsiz-ku. Demak, yaxshi. Mana bu narsani bir qiziqarli fakt edi. E'tibor bering, qanday topayapman, qarang. 2 xonali son yozilyapti, ko'ryapsizmi? 64 yoki mana 86 ni qarang. Necha ko'paytiryapman? 5 ga. Qarang, 8 ning yarmini oling. 6 ning yarmini oling. 3 orqasiga 0 yozing, javobi chiqadi. Mana boshladik. 48 ni 5 ga ko'paytiryapman. Yarmi 0. To'g'ri kelyaptimi? Yarmi 0. To'g'ri kelyaptimi? Yarmi 3, buning yarmi 2 va 0 yozib qo'yapman. 320. To'g'ri kelyaptimi? Qani birorta son hisoblab ko'raylikchi, o'zingiz ayting. 2 xonali juft sonlar bo'lsin, ikkalasi ham. Masalan, 80 necha? 84. Demak, qanday qilar ekanmiz? Buning yarmi 4, buning yarmi 2, 0 yozar ekanmiz. Endi bu juft son uchun bo'layapti. 90lar uchunchi. 90lar uchun, 2 xonali uchun topganmiz. 90 ayting, boshi juft, keyingisi toq bo'lsin, ha? Masalan, olaylik 67 ni olaylik. Ko'paytiramiz 5 ga. 6 ning yarmi 3, 7 ning yarmi necha? 3 yarmi. Shu virgulni olib tashlaymizligini 35 yozamiz. Tekshirib ko'ring, to'g'ri chiqarmikan? 67 ni 5 ga. Tezroq. To'g'ri chiqyaptimi? Yana birorta son ayting. 20 masalan 9, 5 ga ko'paytiramiz. Qani yordam bering. 2 ning yarmi 1, 4 ning yarmi 9 ning yarmi 4 yarmmi? Demak, virgulni olib 45 yozamiz. 145. To'g'ri kelyaptimi? To'g'rimi? Endi eng qizig'i ikkalasi ham toq-toq bo'lsa-chi, ana shu joyini hozir 123 bilan topdik. Qizig'i mana bunday. Ikkita juft toq son aytamiz. 75 mana. Shuni 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? 7 ning yarmini olamiz. Xuddi hozirgidek. Yo'q, 7 ning bunday qilamiz. 7 dan bitta kichkina bo'lgan juft sonning yarmini. Ya'ni 7 2 ga bo'linmaydi. Bitta kichkinasi 6 bo'linadi 2 ga 3 bo'ladi, ya. Nima ortib qoldi? Bitta 1, ha? 15 qoldimi? 15 ning yarmi. 7 yarmni biz 75 deb yozamiz. Qisqa takrorlayman. 7 ning yarmini ola olmaymiz. 6 sini olib 2 ga bo'ldim. 3 bo'ldi. Biri ortib qoldimi? Mana bu yonidagi 5 bilan 15 ning yarmini olyapman. Keyin yana bironta boshqa son yozamiz. Masalan, 59 ni ko'paytiramiz 5 ga. Tez ayting. 5 ni 2 ga bo'la olmaymiz. Demak, bitta kichkinasini, ya'ni undan oldingi juft sonni bo'lamiz. 2, shundaymi? Bitta biri ortib qoldimi? 19 ning yarmi. Yo'q, 19 ning yarmi 9 yarmi. 9 yarmni biz 95 deb yozib qo'yamiz. Tekshirib ko'ring, to'g'ri chiqadimi? To'g'rimikan? Ana 2 xonali sonni 5 ga ko'paytirish uchun bir ajoyib metodika. Og'zaki ko'paytirish usullariga. Yoqdimi? Ana shunaqangi yangi g'oyalar topib kelishni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Kimdir topib kelsa, uni birgalikda rivojlantirib, yana hammaga o'rgatamiz. Mana bu hozirgi bugungi 1 soat oldin topgan ayrim narsalarimiz. Bularning ayrimlari balki qayerlar bir videolarda, balki Instagram, balki YouTube'larda qayerdadir bor bo'lishi mumkindir. Lekin men juftini ko'rgan edim, to'g'risi. Mana bu toqlarini biz hozirgina bundan 1 soat oldin 123 bilan birgalikda o'ylab topdik. Salomat bo'lingizlar.